19. bob. Hazreti Ayso Erixa shahriga kirib, o'tib ketmoqchi bo'ldi. U yerda Zakay ismli bir bojgirlar boshlig'i bo'lib, u nihoyatda boy edi. U Hazreti Aysoning qanday odam ekanligini ko'rishni orzu qiladi. Lekin bo'yi paka bo'g'ashqa, kishilar to'pi ichidan uni ko'rolmadi. Shunga u yugurib xaloyiqning oldiga o'tib, bir tüp üzümü dərgiga chiqib oldi. Chunki Hazreti Ayso bu yo'ldan o'tadi. Hazreti Ayso u yerga kelganda beshini ko'tarib Zakayga qarab, "Zakay, chopsan tush. Bugun men cho'qim sening uyingda qo'naman", dedi. Zakay darhol tushib, intayin xushal bo'lgan holda Hazreti Aysoni uyiga opirib mehmon qildi. Buni ko'rgan jamoat "Bu odam gunohkorning uyida mehmon bo'ldi", deb g'o'dilishib ketdi. Zakay o'rnidan turib, Rabbimiz Aysoga, "Ya Rabbim, men mol-mulkimning yerimini kambag'allarga ulashtirib beraman. Agar men bir har kishini aldab, haqini yavagan bo'lsam, uningga to'tatsa qatlab qaytiraman", dedi. Bugun bu odam qutqizildi. Chunki u e'tiqod bilan o'zining Ibrohimning farzandi ekanligini ko'rsatdi. Inson o'g'li uningga o'xshash ozg'an odamlarni izlab qutqizg'ili keldi, dedi Hazreti Ayso. U chaqda Hazreti Ayso poytaxt Yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato oldi. Uning Xudoning podshohligini tiklishiga oz qoldi deb qaraydi. Biroq Hazreti Ayso ularga mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bir oq so'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelish uchun yiroq bir yerga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqishdan ilgari 10 chaqirni oldiga chaqirib, har biriga birdan tilla berib, "Men qaytib kelguncha buning bilan tijorat qilinglar. Qani, qanchalik pul topdikansizlarkin", debdi. Biroq yurtidagilar bu oqso'ngakka o'sh bo'g'ashqa, kaynidan odam avatib, "Bu odamning bizga podsho bo'lishini xohlamaymiz", debdi. Oqso'ngak podsho bo'lib qaytib kelgandan keyin darhol ilki chakorlarni chaqirib, har qaysisining o'qat qilib, qanchalik pul topganligini bilmoqchi bo'libdi. Boshda kagini, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 10 tilla topdim", debdi. "Nihoyat yaxshi, sen yaxshi chaqar ekansan. Men sana havola qilgan kichikina ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni 10 shaharni boshqarishga tayinlayman", debdi xo'jayin. Ikkinchi chaqar kelib, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 5 tilla topdim", debdi. "Senmi 5 shaharni boshqarsan", debdi xo'jayin. Biroq uchinchi chaqar kelib, "Xo'jayin, bergan tillayingiz mana turibdi. Men uni qo'l yog'lig'imga yogab uyda saqladim. Men sizdan qo'rqaman, chunki siz qattiq odam. Boshqalarga omonat qo'ysangiz, uning ko'payishini o'zingiz termisingizmi, uning hoslini kutasiz", debdi. "Hey yomon chaqar, seni og'zini chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman. Sen mening terimay turib yig'ib oladigan, o'zimning bo'lmaganini elib oladigan qattiq odam ekanligimni bilib turib, yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymading? Men qaytib kelganda o'simi bilan olmasmidim", debdi xo'jayin. Keyin u yindiklarga, "Uningdagi tillani elib 10 tilla topgan chaqarga beringlar", deb buyruq qildi. "Xo'jayin, uning 10 tillasi tutsa", deyishibdi ular. "Shundoq", debdi xo'jayin. "Berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludi-da. Buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi
elib ketilidi. Mening podsho bo'lishimni xohlamagan dushmanlarimga kelsak, ularni oldimga elib kelib, kallasini elinglar. Hazreti Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin to'pning oldida mengib Yerusalimga qarab yurib ketdi. Zaytun tig'ining etikidagi Bayt-Poji va Baytoniya degan yezlarga yetib kelay deganda, ikki shogirdini undaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizga yezg'i beringlar. Yezg'iga kirganinglarda texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tutganligini ko'rsizlar. Uni yeshib bu yerga yetlab kelinglar. Agar biri sizlardan taxayni nemishqa yesizlar deb so'rab qolsa, Rabbimizning uningga hojati tushdi denglar. Ular berib qarsa, dal Hazreti Aysoning aytgandek bo'lib chiqdi. Ular taxayni yeshayotganda egilari taxayni nemishqa yesizlar deb so'radi. Rabbimizning uningga hojati tushdi deb javob berdi ular. Egilari ma'qul bo'lgandan keyin shogirdlar taxayni Hazreti Aysoning oldiga yetlab kelib, o'z chaponlarini ustiga selib, Hazreti Aysoni yo'lab mindirdi. Hazreti Ayso manganda xalqlar chaponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Hazreti Ayso Zaytun tig'idan tushib Yerusalimga yaqin qolganda, uning nurg'un shogirdlari o'z ko'zi bilan ko'rgan hamma ajoyib mo'jizalar uchun xursandlik bilan vaqirab, Xudoga madiya o'qishga boshladi. Parvardigorimizning nomida kelgan podshoga muborak bo'lsin. İnsan Xudo bilan yarashtirilg'usi, arsh olodiki Xudoga shon sharaf bo'lsin. To'pning ichida ba'zi farishtalar Hazreti Aysoga, "Ustoz, shogirdlaringizni unda gap qilmay, jim bo'lishni buyurg'aysiz" deyishdi. Ular jim turgan taqdirdimi, bu toshlar chig'ida Xudoni madhilab chuqon silishgan bo'ladi, dedi Hazreti Ayso ularga. Hazreti Ayso Yerusalimga yetib kelganda shaharni ko'rib, hasratda ko'z yoshi qilib, "Ey Yerusalimliklar, nemening sizlarga omonlik keltiradiganligini bugun bilgan bo'lsanglar, ammo u hozir ko'zinglardan yoshirundir. Shundoq kunlar kelidiki, dushmanlaringlar shahringlarning atrofi qo'rg'on qurib, sizlarni to'rt tarafdan qorshib elib, sizlarni va bolaringlarni yer bilan yakson qiladi. Hatto bir tal ul tishini joyida qoldirmaydi. Chunki Xudo sizlarga shafoat qilgan fursatni farq etamidinglar", dedi. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarni haydab chiqarib, ularga muqaddas yozmalarda Xudoning "Mening uyim duo tilovatxona bo'lsin" degan so'zi yozilgan. Lekin sizlar buni bulangchilarning uvusiga aylantiryapsizlar, dedi. Shu kunlarda Hazreti Ayso har kuni markaziy ibodatxonada ta'lim berdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uni ujuqtirib bo'lishdi. Lekin qanday qo'l silishni bilmaydi. Chunki butun xalq Hazreti Aysoning ta'limini anglashqa shunchalik xushtor ediki, uning har bir ig'iz so'zni qoldirmay ko'ngil qo'yib anglaydi.